Assalomu alaykum. Mana xudo xolosa O'zbekiston Esengi davlatlari ichida birinchilardan bo'lib bu semen siloslar yig'iladigani bo'ldi ekanligi faqat Xitoydan kelardi. Endi o'zimizda O'zbekistonda ishlab chiqarishni boshladik. Xudo xolosa birinchi ishlarimizni tayyorlab, hammasi polni to'rlik listdan tayyorlangan. Bu semen silosimiz 50 tonnalik bolt geka bilan 9,5 santimetrda bolt geka bilan mahkamlangan. Endi bu semen siloslarning ko'pchiligida muammo 200 tonnali, 500 tonnali, shunaqa atrofda 150, 120 tonnaliklari olib borib yo'lda olib ketish svarkaliklari ko'p. Olib ketish muammo. Shuning uchun biz bolt gekalik variantlarini qildik. O'zbekistonda birinchi bo'lib, Itolka O'zbekiston butun Esengi bo'yicha birinchilardan bo'lib yig'ma semen siloslar ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydik mana. Bular tayyorlov jarayoni. Kimga shunaqangi semen siloslar qiziq bo'lsa, mana shu ekrandagi raqamga murojaat qilasizlar. 50 tonnadan 1000 tonnagacha bo'lgan yo'nalishlar tayyorlab beraveramiz. Hamma ishlarga rivoj ko'rganda ko'rishguncha.